Assalomu alaykum, Abduhodiy aka. Yaqindagina sizga oid fuqarolik ishi o'z yakuniga yetgan ekan. Shu ish haqida kuzatuvchilarimizga, obunachilarimizga ozgina ma'lumot berib o'tsangiz. Alaykum assalom, xush kelibsizlar. Aha. Haqiqatda men Favqulodda vaziyatlar vazirligida qutqaruv maqomida ishlab kelgandim. Imtiyozli pensiyaga chiqish uchun ariza qilgan edik. Qat'iy ariza qilgan. Pensiya jamg'armasiga ariza qilgan edik. Siz og'ir sharoitlarda ishlaganimiz uchun ariza qiluvdik, ular rad qildi. Keyin advokat Ismoiljon Nosirjonovga murojaat qildik, yuridik yordam ko'rsatib, hozirgi kunda imtiyozli pensiyaga imtiyozli asosida chiqib yuribman. Ismoiljon Nosirjonovga borganingizda u qayerga siz bilan shartnoma tuzildi, qayerga murojaat qilishni tavsiya qildi? Fuqarolik sudiga murojaat qilindi. Birgalikda jarayonda yordam ko'rsatdi Ismoiljon Nosirjonov. Ko'rsatdi. Endi shunaqa fuqaro talab qarondi. Da'vo talabining mazmuni nima bo'lgan? Mazmuni o'sha yuridik faktni belgilash to'g'risida qaror qabul qilib berdi. Keyin hozirgi kunda pensiyaga chiqib olyapmiz. Tushunarli. Bo'ldi. O'shaning uchun kimni hali nimasi bo'lsa, advokatda xizmat ishi bo'lsa, Ismoiljon Nosirjonovga murojaat qilsa, ijobiy hal qilib beradi. Bo'ldi, mayli. Sog' bo'ling, Abduhodiy aka. Ko'rishguncha. Tamerlan Legal Group. Sizning ishonchli hamkoringiz.